Lekin u yana maktabga bormasa bo'lmaydi. Amalsiz u o'zining yaymisiga bir odam yollab ishlatdi. O'ylamagan yerdan u kuni faqat 600 Tayland pulliqli savdo bo'lgan edi. Atipat bu ishning sababini tashviqotdan ko'rib, ozod tekshirib xalqlarning qanday tashviqot qilayotganligini o'rgandi. Sovg'at berish, ani tuvaldish, do'konning o'rnini yaxshi tanlash. Bularning hammasi uning so'ziga ta'sir qilayotgan eng muhim halqalar edi. Atipat yuqori bağda mashin to'xtatish maydonining chiqish eg'iziga o'zining yaymisini yo'tkib oladi. Mana bozor degan. Shu kunning o'zida 4000 Tayland pulliq savdo qiladi. Men bir yaymida 4000 topsam, 10 yaymida assam 40 000 topaman. Demak, bir oyda 1 200 000 topa olayman deb hisobotga chiqib ketdi Atipat. Ha, bengining xiyolini yama obdan qildingmi? Burun men ashta o'ylaydim. Bir finsiram bir ko'y to'ylab ko'sa, 1000 finsiram 1000 ko'y to'ylaydi-ki, 1 million finsiram bo'lganda vay deb o'ylaydim. Lekin arzu boshqa, arzugul boshqa-da. To'ylab ko'rish u yoqda tursin, Fanus saloniga kirib ilanni chekib qo'ymayvassa. Pul tepish undaq oson bo'ldigan bo'lsa, men bu yerda tilimni ufurtib sizlar kino so'zlab meni o'jaydirimni o'ttirib, og'zimning bir qat terisini tushirib juramdim. Lekin Atipat qaram Atipat edi. Uskundan darhol o'nni setib olib, yaymini 10 qilib oldi. Ham odam selib tezli ishga kirishdi. Lekin talaydigan undaq 10 kilavermaydi. U yayma ochgan So'z saroylar Qashtan qo'rish jarayonida So'z saroyining muhitini bek bulg'avatding deb uningga ijara berishni to'xtadi. O'lmakning ustiga tepmak degandek, dal mush vaqtda uning ota-onasimi savdodan ziyon tortib, gadigacha qazi bo'lib boshqa yurtga ketmoqchi bo'ladi. Biroq Atipat ular bilan birlik ketishga unamaydi. U davomli mush yerda qilib, davomli igilik tikilmoqchi bo'ladi. Dal mushundaq kunlarda yana iliq qiz do'stining sababi bilan u azaldan yeb baxmagan dengiz qo'g'jiga ig'iz tegib qoladi. Dengiz qo'g'ji desam nimaki deb qolmanglar, u muhim emas, ashta bir yeydigan narsa ish qilib. Atipat bu narsani o'zini unutgan oldi yeb ketdi. Hamda kallisiga yana yangi bir savdo andisi kelib qoladi. To'g'ri, mashinasini satsam bo'ldi ekan-ku. Voy, Atipat, sen og'zingga nem tetib qolsa shuni satamsa, ya miya kelib bir suyruq yapaqamsa ya. Shuning bilan bu Atipat ismli bola 19 yoshga kirmayli o'zining 3-qitimlik egilik tikilishni boshlab o'tadi. U bozorga berib nurg'un dengiz qo'g'jini setib oladi. Lekin ambarda bir hafta tura turmayli ko'kirib qoladi. Amalsiz qolgan Atipat bir mutaxassisni izlab, uningdan ta'lim olmoqchi bo'ladi. Mutaxassis uning qilgan ishlaridan qattiq ta'sirlanib, ko'ziga issiq yosh ilib, "Bo'ldi qila balam, siyib kirib uxlig'ini aytamdiki" desam, intoyin kichik fe'llik bilan Atipatga yemeklikni qanday saqlash usulini deb berdi. U bo'lsa-mu, Jinkung bovjon qilish edi. Ma? Jinkung bovjon? Mana, men bizning vishonang indil bor-ku. Jinkung bovjonlarni avarodlik tadqiq qilib o'tdingmi? Uhuy. Bu qanday qilamiz ey? Atipat Jinkung bovjon qildigan mashina olaman deb burunga qashdan qo'riydigan jizlarni setib o'tdi. Voy, sen tex sotmaganmisan ey? Her asaylik DVD'larni qanday qilding? Ammo dadangni vayron xalqni hayron qoldiradigan bola ekansan, jim bo'lsan. Opatku sen opat, bekor tashlab ketmabdi opang dadang seni. Shuning bilan bu texnikani o'rganib olgan Atipat iliq qashdan qo'riydigan bo'y bilan birlashib, dengiz qo'g'jini o'zigacha tam bilan pishirishni tadqiq qildi. Lekin ular shuncha tirishgan bo'lsa-mu, faqat rozi bo'lg'idek tamga erisha olmaydi. Aksicha bo'y bo'lsa, mayda zalg'an narsani jiq yavirib, qon qo'yoq bo'lib olnisi yetib qoladi. Mana, malning yerimini yeb bo'lay dedim. Kasalmi chiqib bo'ldi. Hech tam chiqmadi. Shuni deyman-ku, seni meya kelib suyruğuganda eng oxirda bir talla dengiz qo'g'ji qolgan edi. Atipatmi oldilar bel qo'yib etay deb qolgan edi. Nima ko'rsam ko'rdim deb bovjonsiz jitilib ketib, yerda tashlanib, namlashib ketgan eng oxirgi bir tal dengiz qo'g'jisini qozonga silib pishirib boqadi. O'ylamagan yerdan bu ajoyib tetib ketdi. Asli dengiz qo'g'jini tamlik pishirishdagi maxfiy resept namlashtirib, ondan qozonga silishganda, "Voy, amsa nima qilsa Jinkung bovjon o'ginib? Qiziqmi? Boka-bokadan pul sirab qilib, odamni qonbisim qilib atdi-ku, bu aynimi?" U darhol bu mahsulotlarni bozorga soldi. Hamda xaridorlarning yoqtirib yeyishiga erishdi. Uning kallasiga darhol bir hisobotdan birisi keldi. Mushtaq sotqini tutsam, bir yilda 1 million topmanka, ha? Bola, sen birni satmayli boshilding-ku xiyolni, lekin zodi-ku mushtaq qaram guylar pul topadi juma endi. Davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz Fanus salonidan ko'ring. Salon nomi Oshpati